Mana Sirajon depti bilakka solmagan, to'g'rimi? Otangiz o'rgan. Voyda ham olib ketgan 120 kilo tonani, 130 kilo tonani yemagan. Men eng zo'r ko'targanim 124 kilo tonani Gumbuloqda ko'targanman. Jamolxon kallasini terqab, Erkin polvon 60 tonani olib berganman. Oxirida To'g'ri bilan. To'g'ri bilan. Siroj mendan o'ta zo'r edi. Taka ko'tarishga o'ta zo'r edi. Og'ir takalar shunday solaydi. Men hozir ham bilagini ham ko'ringlar, o'zini ham ko'ringlar. Siroj polvon tug'an xotinga million marta rahmat aytaman. Endi bunday Polvonbo, endi Qashqadaryo bo'risi deb Qozog'iston hamma yerga o'tib cho'bgan onoqasiz. Shu onoqasidan bir onoq qilib bering qani. Men O'zbekistonda yigit bo'lib tug'ildimda, otam enamdan tug'ildimda Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston. Bizlarning O'zbekistonning bosh vaziri Nabi Jo'rayevni akulasi bilan bir toy bir tiyoyga. Qudrat Xo'ja hammasi beqarang. Men tanamagan odam yo'q. Lekin men tanamagan meni odam yo'q. Men bir kishini tanalaman, Siroj Chavg'onni tanlayman. Siroj Chavg'on men ko'tarmagan takalar ko'tarib ketgan. Faqat bunday sovuqlik olib tursaman, men silkib solaydim. Men taka qo'yishim bilan havas ketgan. Lekin bu sovuqlik solaydi-da. Asta ketdi. Bitta oxirgi gap aytay. Nurbek akam samonati bor edi. Iskanjon shuni 8-safozda ko'tarib nallatyapman, onasiga orqasini taylab beryapti. Polvon keldi, shunday ikki yarim ko'tarib qo'ydi. Ikki yarim dingildayapti. Nahalla. Polvon mendan o'ta kuchli emas. Yenasi bir tuvar. Buni yenasi bir tuvar. Endi men qarang. Men qarang. Polvon bu o'rtasiga mana shunday pastgina ko'tarib nallatdim. Nurova Ramallini samanni bilasizmi, 8-safozda. To'g'ri aytyapmanmi yo'qmi? To'g'ri aytyapsiz. Ha, Nurbek akam siz. Endi Qashqadaryo bo'rish deb nom olgan masjid bor. Shuna nima deysiz? Siroj polvon. Iskandarjon, men yakka bo'ri deb nom olganman. Men Jamolxondan ham, Fayzullodan ham, Sirojdan ham zo'rman. Eng zo'r chavag'anlar qiral bo'lganman. Qirali. Chavag'anlar qirali men. Lekin Siroj mendan zo'r bo'lgan. Siroj kuchi boshqa edi. Polvonbo, siz men bir onoq o'qing. Men ustozim mana. Ustozingizday bo'la olasizmi? Yo'q. Ustozimni bir silkib takib qo'yishini havas qilganman, lekin bu mana 50 keryapti. Buni hozirgacha havas qilaman, bir ham qo'ya olmadim. Qo'ya olmadingiz? Yo'q. Ustozim mana shuni takan ushladi yerda bir silkib yerga qo'ydi, lekin men shuni qila olmadim. Men takam asta kelib yerga kiraydi. Endi Polvonbo yakka bo'ri nomini olgan ekan Polvonbo. Shunga nima deysiz? Yakka bo'ri. Haqiqatan ham yakka bo'ri. Men ustozim. Birinchi otam bo'lsa, ikkinchi ustozim shu. Endi Polvonbo ham zo'r o'tgan. Polvonbo ham zo'r o'tgan, otam ham zo'r o'tgan. Ha, zo'r o'tgan. Otamdan keyin mana ustozim yoniga o'tiribman. Men hayotga tan olmaydigan joyim yo'q. Ustozim deb tan olganman. Umrimni oxirigacha ustozim deb tan olaman.